Aka nech pul ekan bular? Qaysi biri? Makonmi hammasi? Makon. Nech pul tanlab olishini hisoblaylik. Tanlab olish aka 100 ming. 100 ming so'mdan mana tanlab olishi 3 ta bor ekan. 3 ta. Kamichi aka? Kam so'ragan har doim aka so'rashaverasiz. Ha, bo'ldi. Kam so'ragan har doim deyapti. Endi ozgina kami bor ekan-da. O'ziga qarab kelishaverasizlar, bozorga kelsanglar. Shunaqa gaplar. Aka rahmat. Aka nech pul ekan? Kimda? 500 mingmi? Jupi 500 ming ekan mana. Kamichi aka? Endi YouTube kanali uchun-da bo'lishi narsalar yaxshi bo'lasizda. 400 ming. Akalar 400 mingga beriladi ekan mana jupi. Bo'lishi. Buchi aka mana. 200 ming so'mdan xo'roz ikkovsi ham. Chiroyliligini qaranglar buni. Aka kami ham bor buni ham. Ha, ozgina tushib beriladi ekan bularga. 200 ming so'm ozgina kami bor. Aka nomeringizni qo'yib ketaymi? Manaqalardan bormi? Uyda yana ikkita qoldi. Xolosmi? Tovuq, har doim tovuq bilan shug'ullanasizmi? Doim, hozir o'zi yo'q deyapman. Ha, bo'ldi. Nomeringizni qo'ymay ko'raman-da. Akalar shunaqa gaplar mana tovuqlar qaranglar. Chiroyli ekan. Olmay aka. Nech pul ekan? 150 dan. 150 ming so'mdan tanlab olishi. Kami ham bormi buni? Ozgina qancha? Kami bor, oz qolgan. Kami bor ekan. Ha, bu. Ko'payibsiz, nomeringizni qo'yib ketay. Hayır. Aka bularchi? Nech pul ekan? 150 ming so'mdan kami bor ekan bularga ham. Aka bunichi? Bu ham 150. Bu ham 150 ming. Bu ham 150 ming so'm kami bor ekan. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Bo'ldi, aka rahmat. Aka. Olmay aka. Assalomu alaykum. Ha, rahmat aka. Aytib ketaylik. Boshidan boshla. 2 kunlik 6 ming so'mdan beriladi ekan mana 2 kunlik. Anjan qora jo'jalar. Anjan qora jo'jalar bular. Aka bularimiz-chi? 14 mingdan 13 mingdan berilyapti. Bularimiz necha kunlik bo'ldi aka? 17 kunlik bo'ldi. Ammo haqiqatda teti ekan bular jo'jalari. Aka bullarlarchi? 30 ming so'm berilyapti. Necha kunlik bo'ldi? 27 kunlik bo'ldi. 30 ming so'mdan. Aka nomeringizni ayting. 99lik 111 98 78 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar mana. 2 kunligi ham bor, bundan ko'pi ham bor, mana bugunlari ham bor, hammasidan bor ekan. Aka rahmat. Ay yo'q aka, keyin safar. Xo'p. Olmay aka. Nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. 350 ming. 350 ming so'm. Nechta bolasi bor? 9 ta. 9 ta bolasi bilan mana 350 ming so'm ekan. Kami qancha endi bular? Kami berishadi. Bo'lishini aytib qo'ying endi. Beradiyoningiz bo'ladi-yu, manchaga bo'lsa beraman. 230 mingga beriladi. 330 mana 330. Ha, ashnadi. 330 ga mana berilayotgan. Mashinacha bolasi bilan. Beroramiz soatidan. Ha, bu ko'p chiqasizmi? Yo'q, ba'zi archmani telefon qilib nima qilishsa, Bo'lo, nomeringizni ayting. 90 203 203 0219 0219. Ismingiz nima? Abdulvoh. Abdulvohga aloqaga chiqsanglar mana. Yana qanaqa tovuqlar bor sizda? Menda faqat yapon. Faqat yapon tovuqlar bor ekan. Yapon tovuqqa qiziqqan aka-ukalarga mana tavsiya qilamiz, ammo jo'jalari ham tetik ekan mana, bolalari ham. Aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat, sog' bo'ling. Sherzodbek 66 YouTube kanal. Aka nech pul aka? Nech pul aka jupi? 250 ming. 250 ming. Kamichi? Mana sizda. Bo'lishini aytsangiz, nima deysiz? So'rang. YouTube kanaliga qo'yaman, tashinga bo'lishini aytsangiz, odamlar ko'rib hali pulini bilishib oladi, narxni oladi bozorda. 150 ga beraveraman. 150 ga.
150 ga berilaver ekan. Bo'ldi, rahmat aka. Sizga necha pul bu? Yo bularni oldik. Necha pulga oldinglar? Necha pul? 30 ming. 30 mingda. Bo'ladi-chi? Uchoqsi 600 ming. Uchovsini 600 mingga olinibdi mana. Olingan. Qora tovuq necha pulga oldingiz? Olmadim uni sotaman. Ha, bo'ldi. 150 ming. Yaponlar necha pul ekan? 150 dan. 150 so'm, 150 ming so'mdan kami bormishkili? Yo bo'lishimi? Kami bor ekan. Bu tuxumlar ham sotilyaptimi? Yo'qmi? Ha, bo'ldi, rahmat. Necha pul ekan bular? Indudi bollarimi? Ha, kichkinalari 90 ming dan. Kichkinalari 90 ming so'm, kattalari 120 ming so'mdan. Kami ham bormi yo bo'lishini aytyapsizmi? 80 ming dan qilib beramiz. Kichkinalarni 80 ming, kattalarchi 110 ming qilib beriladi. Kattalar. Tanlab olishlariga qarab puli kelishilaveradi. Mana tuxumlar, nimani tuxumi? Ala. Ha, bo'ldi. Ularchi? Ha, yutdi aka. Manoni, uyda ham bor, sotamiz. Oldim aka bularni. Bu kattalari 120 mingdan tushib beramiz. 300 ta bor uyda. 110 mingdan qilib beramiz dedi uka saytda. Kichkinalar 80 ming qilib beraman dedi. Bundan ham 300 ta bor. Bundan ham 300 ta bor ekan. Juda ko'p ekan bu. Aka bularimiz-chi? Bularni 9-8 dan qilib beramiz. 8 ming so'mdan beriladi. Anjan qora jo'jami? Necha kunlik bo'ldi aka? Bular 13 kunlik. 13 kunlik bo'libdi. O'rdaklarchi? O'rdaklar 7 ming so'mdan qilamiz. 700 ming so'mdan bo'lishini aytayapti. 7 ming so'mdan. Raqillarga necha kunlik bo'ldi? 2 kunlik bo'libdi bu o'rdak jo'jalar. O'rdak jo'ja ancha-munchaga o'lmaydi-yu. Vaqt qo'ysa bo'laveradi. Aka bularchi? Bularni 15 ming qilamiz. Bular 15 ming. Necha kunlik bo'ldi? 2 haftadan o'tdi? Ha, bular 1 oylikka bo'lib qoldi. 1 oylikka bo'lib qoldi. 15 mingdan mana. Aka bularimiz-chi? Bularni 11 ming qilamiz. 10 ming so'mdan beriladigan bo'lishi. Bular necha kunlik bo'ldi aka? Bularni 12-13 kunlik bo'ldi. 12-13 kunlik bo'lib qolibdi bular. Aka nomerni ayting. 93lik 784 72. Ismingiz nima edi? Botir akaga aloqaga chiqsanglar, o'rdak jo'ja ham, qora jo'ja ham, mana qora jo'ja ham, indiski jo'ja ham bor mana. Ko'p ekan indisdan. Pulini aytdik, nomerlarni aytdik, aloqaga chiqaverasizlar. Ha, bo'ldi, aytib beraman. Ha, nech puldan bular? Oq o'rdaklarni 60 mingdan beraveramiz. Oq o'rdaklarni 60 ming so'mdan beriladi ekan mana oq o'rdak. Yo, indiskiydi-chi? Indiskiga o'rozini 170 mingdan beraveramiz. O'rozi 170 ming ekan indiskiydi mana. Makiyoni-chi u? Makiyoni 120 ming so'm. Makiyoni 120 ming so'm. Hozir akalar telefonda gaplashyapti akamiz. Buchi. Voq, quyolmaysiz pulga olding. Ana bormi? Ha, nomerini ayting. 99lik 886 4610 aloqaga chiqaverasizlar. Akalar faqat kech payt telefon qilishmasin deb iltimos qilishyapti. Akalar o'zingizlar hisobga olib telefon qilmasanglar yaxshi bo'ladi kech paytda. Kunduzda bemalol. Endi men yosh kattaroq odam ekan, akalar to'g'ri tushunasizlar. Mana qo'lni indiski o'rdak ekan. Yo'q, anaqa qaqillar o'rdak, indiski o'rdak allash ekan. Akalar endi yana